Lasetini ko'ringlar qanday qilingan. Devonasi. Bayrami. Nima bu? Вообще zo'r qilingan ekan. Yoqdimi sizlarga? Necha pulga arziydi bu mashina? Aka, motori qanaqa ekan? 1.8 motor, Gapsan Power qo'yilgan, 4.1 korobka qilingan. Tushunarli. Necha pul so'rabsiz mashinaga? Mashina 8.5 so'rabmiz. 8,5 ming dollar so'rayapti ekanlar. Kimga ma'qul bo'lsa telefon qo'linglar, nomerlari pastda bo'ladi. Arzonroq Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun mana ko'rsatamiz. 2018 avtomat korobka, mana ko'rishyapti. Xo'p, salon перетяжкалар, koja bilan обшивкалар qilingan, chiroyli holatda. Bir kruгdan sal ziyod yurgan 4-pakalniy metan gaz. Holatlari cho'tka, umuman xarajat qilmaysizlar. 90 talik metan gaz, 4-pakalniysi qo'yilgan do'stlar. Bunaqa bo'lsin diskalar. Balon holatlari ham yaxshi holatda. Umuman xarajati yo'q deyapti. Mana bu farachasi ham mana do'stlar. Qorasi qo'yilgan. Motor holatlari ko'ryapsizlarmi? Biz hammasi bor. 3 yillik garantiyasi. 3 yillik. Xullas narxi 8700 dollar. Talashib sizlar uchun do'stlar, oz-moz yana biza podpischik uchun o'tib beraman deyishdi. Xullas telefon qilib bog'lanaverasizlar. Samarqand katta qo'rg'on mashinasi. Epika muxlislari bormi? Mana sizlarga yaxshisini topib qo'ydim. Ko'ryapsizlarmi? Odamlar juda ko'p ko'rishyapti. Zavodskiy o'zining motori holati prosta idealniy ekan. 2010-yil birinchi pozitsiyasi. Eng oxirgi pozitsiyadagi gazimiz ham qo'yilgan do'stlar. Молочный rang, umuman kraskasi yo'q. Balon holatlari ham yaxshi holatda ekan. Salon ishlari ham juda chiroyli. Mexanika. Ko'rasizlarmi? Yoqdimi sizlarga? Mana. Idealniy. Xullas, savdo ketyapti bu yerda. Kapotni ocharing o'g'lim. Yo'q, bo'ladi shunday. Ha, ko'rasizlarmi? Prosta super. Narxi shu oxiri 6500 dollarga beraman deyishdi. Kimga yoqsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib bog'lanib olsangiz bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Epika avtomat narxi 6500 dollar, yana kelishlarda prosta holati ideal holatda ekan. Hech qayerlardan umuman ishi yo'q, olib faqat maza qilib minasizlar. Bitta Nexia 2 ni puliga bo'lyapti. Monitorchalari, avtomat korobka, полностью ishlari lyuks, ideal holatda. Kojinli sidenkalari, charmxo balonlari holatlari yaxshi holatda, yangidek emas, undan keyin yaxshi holatda. Maza qilib minib yursangiz bo'ladi. 4000 kilometrga mana bu motor almashgan. Hozirda 500 kilometr yurdi yangi motor bilan. Holatlari prosta ideal. Ishlaslari zo'r. Hech qayerda ishi yo'q. 4-pakalniy metan gaz taqilgan. Radar, videoregistrator, xullas hamma narsalari bor. Olib faqat maza qilib minib yurish kerak. Prosta yaxshi holatdagisi do'stlar. Mana shu kraskasi bor, udari yo'q. Luba ustalarga tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Hyundai Elantralardan ko'rsatamiz. Kraskasi top-toza ekan, 1.6ligi. Bitta ko'ringlar, yo'qsa bosib orasizlar. Probegi 80 mingdan oz-moz ko'proq yurgan. Balon holatlari ham yaxshi holatda. Albatta egallardan birinchi qo'l bemalol narxini talashib tortishib olsangiz bo'ladi, do'stlar. Mana, do'stlar. 80564 probeg. Salon ishlari prosta ideal turibdi. Chxol, yaxshidan taqilgan. Lyuklari bu variantga lekin bo'lmaydi, do'stlar. Faqat naqdiga sotiladi. Yo'g'ini akamizga telefon qilib gaplashib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, narxi bo'lishi 17 ming dollarga beraman deyapti. Albatta telefon qilinglar, Samarqand mashinasi, albatta olgan odam xudo xolasa baraka topadigan narsa. Olishni tavsiya qilaman do'stlar, pastda nomerlari. Albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Kia Sportage'lardan ko'rsatamiz. Do'stlar, 31 mingga beraman deyapti. Ya'ni u yog'ini kelishib olsangiz bo'ladi. Holatlari idealniy. Kia Sportage. Faqat lyuk yo'q. Fulldan bir pozitsiya pastda 39 ming halol uzunni yurgan ekan. Bu ustalarga ko'rsatib olsangiz bo'ladi. Полностью koja.
umuman xarajatchasi yo'q. Qop-qora rang, parokchalar qo'yilgan. Xullas 31 ming yana kelishamiz deyapti. Samarqand mashinasi bu yog'ini gaplashib olsangiz bo'ladi. Variant ham bo'ladi. Kimni puli kamroq bo'lsa, u yog'ini akamizga telefon qilib, bog'lanib, variantlarga olsangiz bo'ladi. Ya'ni avtokreditga. Do'stlar, arzon narxda Equinox'lardan ko'rsatamiz. Bitta ko'ringlar, yo'qsa bosib olasizlar. 20 ming dollarga beraman deyapti. Yana telefon qilib kelsangiz bo'ladi. Samarqand mashinasi xullas restayling qilingan, $10 qilingan ekan. O'zingiz yaxshi ketmasligi mumkin. Uzr so'rab qolamiz. 2 tur motor do'stlar. Lekin o'sha tugadi. Salon ishlari полностью кожаный сиденье ekan. Xullas yurgani 114 ming halol o'zida yurgan ekan. Nima qilasizlar do'stlar? Bosib yuborasizlarmi? 20 ming dollar. Yana kelib talashib olsangiz ham bo'ladi do'stlar. Mana orqalari, holatlari yaxshi. Umuman xarajati yo'q. Nomerlarni pastga yozib qoldiramiz, kelishib olsangiz bo'ladi. Mana trekerimiz sotildi. 2024-yil $15,800 ga baraka bo'lgan ekan. Treker LTZ qancha yurgan ekan? 9 ming yurgan ekan. Malibu Premierlardan ko'rsatamiz. 2022-yil mashinamiz top toza kraskasi 102 ming halol o'zini yurgan ekan. Yaxshi ishonchli akalardan Malibu olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'yish isdan chiqmasin bu videoni. Balonchalardan ko'ringlar, yolka balonchalar holatlari yaxshi holatda. Xullas, tonirovka ruxsatlari bor. 2022 Malibu Premier. Do'stlar, salon ishlari полностью koja, lyuk holatlari ashi havasiz ketadigan darajada. 102 ming. Любой ustalarga tekshirib olsangiz ham bo'ladi bu mashinani. Do'stlar, holatiga javob deyapti. Keyin dokumentlardan muammosi yo'q, любой dokument bo'lar ekan. Do'stlar, nima deysizlar? Umuman xarajati yo'q. Narxi akamiz bo'lishi taqalgani $25,500 ga beraman deyishdi. Xullas, u yog'ini telefon qilib bemalol gaplashib olsangiz bo'ladi. Nomerlari pastda. Hyundai Cretalardan ko'rsatamiz. 17 mingdan sal ziyod yurgan ekan. Mashinamiz holatchasi lekin chiroyli holatda. Propan gazlar o'rnatilgan ekan. Mana ko'ryapsizlar, salon ishlari 2 lega bor. Xo'p, mana голосовое управление, cruise control, xullas barcha funksiyalari bor. 17,165 probel. Monitor holatda ekan. Kimga kerak bo'lsa, bosib o'rasizlar. Bitta shu lyuksasi yo'q ekan mashinamizda. Baqlajon rang. Kraskasi top-toza, ki mashinamizga bunaqa yangi pachka balonlar qo'yilgan ekan. Do'stlar, narxi $18,500 so'rashyapti. Telefon qilib bog'lanishingiz mumkin, yana narxi kelishiladi. Samarqand mashinasi ideal holatdagi Skoda Kodiaqlardan ko'rsatamiz. Kraskasi top-toza ekan. Bitta ko'ringlar, yo'qsa bosib yuborasizlar. Faqat benzinda yurgan. 126 mingmi probeg примерно shunday ko'rsatyapti. 4 ta pachka lekin balon qo'yib yuborasizlar mashinamizga. Primo Dehqon egalarining o'zidan. Do'stlar, eng full pozitsiyasi. Salonchalarni ko'rishingiz mumkin. Полностью кожаный sиденье parametrlari, bu yerda elektronli boshqaruvlari. Probeg 126 ming. Ko'rasizlarmi? Salon ishlari просто zo'r. Dehqon egalaridan, Primo o'zlaridan do'stlar. Chiroyli narxlarda bosib olsangiz bo'ladi. Bas moshincha ideal holatda ekan. Do'stlar, nomerlarni pastda qoldirganmiz. Bosib olasizlar, umuman xarajati yo'q. Shu narxi oxiri 19 mingga beraman deyishdi. Pastda nomerlari bog'lanib olaverasizlar yo'g'ini. Gap yo'q. Mana orqalari. Ko'rasizlarmi? Elektronni ochiladi. Keyin bu yerga elektronni bosib yopasizlar. Gap yo'q. 2006-yil Nexia 1ni ataka 30 millionga beraman deyapti do'stlar. Bitta ko'ringlar, yo'qsa bosib yuborasizlar. Holatlar yaxshi holatda ekan, menga yoqdi. Yana narxini ham o'tib berishadi. Bemalol telefon qilib gaplashib olsangiz bo'ladi. Mana ko'rasizlarmi? Obshivkalar, mana eshik obshivkalari yaxshi holatda ekan, normal. Ishlari lyuks. Va bunaqa diskalar taqilgan, tayyor holatda ekan. Mashinamiz polностью освежит qilingan, metan gazlar taqilgan, motorda ishi yo'q. Faqatgina 1,5 million so'm hadovoyga xarajat qilasizlar bo'ldi. Do'stlar, umuman boshqa joyga xarajati yo'q.
30 yana kami bor. Telefon qilaverasiz. Kraskasi top toza 97 ming yurgan ideal holatdagi antikvar Nexia 1 ni ko'rsataman. Bozorda birinchi marta chiqadi do'stlar. Albatta bitta ko'ringlar. Ko'radigan joyi yo'q. Umuman kraskasi holatiga 100% javob beraman deyishyapti. Konditsioner, gidravlika, metan gazlar o'rnatilgan, motor ochilmagan. Prosta ideal holatdagi to'g'risi do'stlar. Charm mehkisidan qo'yilgan, espero kalpaklarda turibdi. Do'stlar, salonchasini bitta ko'ringlar, salonchasi. Voy dod. Buni qaranglar. Prosta ideal ekan. 97 ming. Do'stlar, любой ustalarga ko'rsatib olaverasizlar. Prosta qaranglar, ideal. Ishlari lyuks. Do'stlar, buni bosib yubosh kerak. Xo'p, yana bitta narsani ko'rsataman sizlarga. Metan gaz. Qaranglar, yana bitta narsa. Mana bu zapaskasi bor, o'ziniga tushmagan ekan. Nima deysizlar? Narxi bilasizmi? Bilasizlarmi? $5500 so'rashyapti. Albatta telefon qilinglar, Samarqand mashinasi ekan. Buni srochno olish kerak, do'stlar, srochno olish kerak. Nima deysizlar? Narxiga arziydimi legenda? Radnoy Moskvich 412 lardan ko'rsatamiz. Kraskasi top toza, idealnisi atigi 52 ming o'zini halol probegida turibdi do'stlar. Bitta ko'ringlar, yo'qsa bosib yuborasizlar, lekin do'stlar narxi ham juda chiroyli narxda turibdi. Balon holatlari ham ideal holatda ekan. O'zini zavodga mana bu diskachalariga necha baho. Do'stlar, motorlari qilinmagan, atigi 52 ming yurgan. Metan gazlarda turibdi. Do'stlar, hamma yo'qlari ideal, umuman aybi yo'q, olib faqat maza qilib minib yurish kerak. Salonni bitta ko'ringlar do'stlar. Bunaqa rulchasiga bitta maza qilib yubordim lekin do'stlar. Ko'rasizlarmi? Mafon zavoddan chiqqani. Lekin vaqti boshqacha ekan. To'g'risi do'stlar, prosta ideal holatda ekan. Faqatgina mana shu sidenkasi ozgina mana shu yerda tikilmagan. E'tibor qaratmaymiz. Tikib chiroyli qilib olasizlar. Shu prosta salon ideal holatda turibdi. Ko'rasizlarmi? Narxi qimmat emas. Gap yo'q. Buni regrovka kerak emas. Eshiklari qaranglar. Yaxshi zo'r yopilyapti do'stlar. Xuddi Volkswagenni nimasidek do'stlar, ovozchasi chiqyapti. Ko'rasizlar, metan gaz zapaskalari hamma yo'qlari ijod. Umuman petnosi ham yo'q, kraskasi ham yo'q, xarajati ham yo'q. Xullas olib maza qilib minib yurish kerak do'stlar. Narxi 21 millionga beraman deyishdi. Yana bizga kanal uchun skidkalari bor. Bundan zo'r Jiguli 02 topolmadim sizlarga do'stlar. Bitta ko'ringlar, lekin juda seryoznasi 81-yil Jiguli 07 polностью qilib chiqilgan, taxlangan. Hamma joylari ideal holatda ekan. O'zim ko'rib juda hayron qoldim, havas qildim do'stlar. Real havas qilishga arziydigan mashina. Hamma yo'qlari zo'r. Umuman aybi yo'q, polностью освежит qilingan, kuzovga polностью ideal mehr berilgan, salonchasiga alohida bir tema, alohida bir e'tibor qaratilgan do'stlar. Mafon, linoleum, chexol, salonlarning обшивкалari и вообще ideal qilingan do'stlar. Prosta havas ketadi do'stlar. Ko'ringlar, yo'qsa bosib yuborasizlar. Narxi o'zidan anchagina arzonga beryaptilar do'stlar. Realni olishga arziydigan mashina. Kolonka, palonka, original hammasi qo'yilgan. Motorchasini ko'ringlar, 01 motor. Sostenisini ko'ringlar qanday. Chotki qilingan, mana ko'rasizlar, hamma narsasi yangi. Motorchasi soatdek ishlayapti. Ходовойlarda umuman ishi yo'q. Top toza tiniq holatdagi chotki Jigulchani olasizlar, maza qilib minasizlar. Narxini akamiz 30 million so'mga beraman biz sizlarni podpischikalaringizga deydilar. Yana telefon qilinglar, yo'qini gaplashib olsangiz bo'ladi, lekin mashinaga где-то 40-45 millionlar xarajat qilingan do'stlar. Shunaqa arzon narxga berishyapti. Srochni bosib yuborish kerak. Arzon narxda Jiguli izlayapsizmi, lekin chotkisini izlayapsiz bilaman. Mana bu mashinamiz aynan siz uchun. 76-yil ekan mashinamiz, prosta holatlari chotki holatda ekan. Pachka balonlar, motor ходовой коробка, hamma yo'qlari zo'r. Zadimoslardan ham ovozi yo'q, propan gazlar. Do'stlar, umuman xarajat qilmaysizlar, faqat maza qilib, oqlab yurasizlar do'stlar. Salonchalari yaxshi holatda ekan, chexol poliklar bor. Bitta narsa faqat do'stlar, bitta ximska qilasizlar, tamom. Maza qilib minib yurasizlar. Kolonka, mafon, pafon hamma narsa qo'yilgan. Keyin pritsep uchun alohida bir mana bu yerda temirlar chiqarib qo'yilgan. Aybiga kelsak do'stlar, mana shu yerda ozgina kraska uchgan joyi bor. Shuni qilasizlar, tamom do'stlar. Qolgan hamma joylari zo'r. Umuman xarajati yo'q do'stlar. Xullas, mashinaning narxi 20 million deyishyapti. Bizga kanal uchun kelishtirib beradilar. Может 16, 17, может undan ham arzonlari
arzonroqlarga olishlaringiz mumkin. Bu videoni albatta yaxshi Jiguli izlayotgan do'stlaringizga srochniy yuborib qo'yinglar, bo'lmasa sotilib ketadi.